Assalomu alaykum hammaga. Bugun mendan oddiy xalqqa taklif. Oyiga agar 60 million pul topishni xohlasanglar yoki biznesmen bo'lsanglar, oyiga 60 million ekonom qilish xohlasanglar, xizmatingizga Carmix 2025-ni eng oxirgi pokoleniyasi. Hozir men sizlarga 2019-yil model bilan 2025-yil modelini tushuntirib o'taman. 2025-yil modelda qancha plyuslar borligini hammasini bitta-bitta ko'rsatib sanab beraman. Eng birinchi oddiy narsadan bitta katta plyusini aytaman. Mana bu tarnovini ko'rsanglar, oldingi eskilarida 2019larda bu narsa qo'lda taqilib, qo'lda yechilardi. Bu yerda avtomatim ko'tarilib tushadi bu narsa. Keyin kovushida vibratori bor. Ya'ni olganda nagruska tushmaydi kovushga. Bunda ko'tarib turib, ozgina vibratsiya berib yorsa, ichidagi hech narsa qolmasa hamma narsa tushadi. Ikkita katta plyus bo'ldi. Lesnitsasi, zina poyasi knopkada ko'tarilib mana ko'tarilib chiqadi. Вообще hammasi oson, hammasi knopkada. Oyoq bilan boshqarib o'tiraverasiz. Salonni keyin tushuntirib o'taman. Bu tarafda bu avtomatik smaska, ya'ni moylani smaska qilib beradi. O'zi avtomatik 80% joyini smaska qilib beradi. Endi bu ko'pchilikda bor. 19da ham menimcha bor edi bu narsasi. Oldingi agar bilsanglar 2019-yildagi vodinoy bochka, ya'ni suv olib yuradigan bochkasi 450 litr atrofida edi. Hozirgilar bo'lsa 1 tonnagacha, ya'ni bizda 950 litrgacha olib yursa bo'ladi. Eng katta plyuslardan bittasi. Yana bitta katta plyusini aytaman. Orqasida tortib, bemalol yana bitta vodinoy, nima deydi, orqasiga bitta pritsep taqasida suv olib yuradigan, gazeta yana bir 4-5 tonna suv olib yursanglar bo'ladi. Bemalol tortadi. Shuni ichida qo'shib o'taman, motorimizni o'sha eski yuchay motor, lekin bitta narsa. Bu yerda ozgina o'zgartirilgan motor, oldingida 20-22 litr masla zamin bo'ladigan bo'lsa, 22 litr ketgan bo'lsa, hozirgisida 12 litr ketyapti. Rasxodi oldingida 18-20 litr bo'lgan bo'lsa, hozir 6-7 litr rasxod bo'lyapti. Yangisida. Motor 86 kilovat, 116 ot kuchiga ega. Yangi motor. Tormoznoy diskalarga kelsak, hammasi supportniy tormoza, ya'ni baraban emas, orqasi ham, oldi ham. Eskida hammasi baraban edi. Vodinoy bochkani zapravkasi, mamka shlanka qo'yiladi, shlankani suvga tashlaysiz, o'zi shimaveradi. Keyin bu yoqdan ham, tepasidan ham suv quysa bo'ladi shlanka orqali. Problemasi yo'q. Keyin bakimizni, dizelni bakimizni obratkaga ham chiqarib beradi. Ya'ni dizel obratkaga ham chiqarib beradi. Endi ana bitta dvijeniya qiladigan bo'lsanglar, kimdir sararga so'rab qolsa, mamka shlankani tiqasizlar, kanistrga solib beraverasizlar. Fabratiska qilib yordam berasizlar. Yana bitta narsa, kamerasini aytib o'taman. Mana bu yerda bitta kamerasi bor. Bunga отдельный ichkarida displey qo'yilgan, Android displey, uni ham ko'rsatib, tushuntirib o'tib ketaman. Bu yoqda bitta kamera, mana ikkinchi kamerasi. Endi hozir akalar xafa bo'lmaysizlar, plyonkasini yechaman. Ichkarida ko'rsatib bersin zo'r bo'ladi. Hop, ketdi, salonni ko'ramiz. Salonga chiqamiz. Salonga chiqishdan oldin zinapoyani suramiz. Bemalol bosib chiqib, mana как раз sideniyasi воздушный, skoroslari, ключ zajiganyani yoqdim, buradim. Qaranglar, bu yerda tarozisi, oldingi 2019 tarozisi knopочный edi, hozirgi sensorli bo'lgan. Bu yerda katta displeyi, полный Android sistema, kamera, ikkita kamera ishlayapti. Oldi, orqa ko'rsatadi. Bemalol ichiga video kirib yoki internetga kirib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Carmix ichida konditsioneri bor, magnitofon bor, ventilyator bor, rulni ham qimirlatib o'zingizga moslashtirib, to'g'irlab qo'ysanglar bo'ladi. Yana bitta sistema, полный mashinani kontroli displeyga, hamma kontroli displeyga o'tkazilgan. Hammasini mashina boshqarayotganda ko'rib o'tirsanglar bo'ladi, полностью. Eng muhim joyiga keldi. Eng muhim joyi bu yerda joystikli bo'lgan. Oldingilar richagli bo'lgan bo'lsa, hozir joystikli bo'lgan. Bu mana kovushniki bo'lsa, bu bochkaniki. Bemalol ishlatib
oldingidan ancha qulay, ancha komfort bo'lgan. Eskilarda 2009 da richag edi hammasida pashti. Hozir bitta ishlatib ko'rsataman, demonstratsiya qilaman bitta. O'zingizlar ko'rib, o'zingizlar baho beringlar. Kovush ishlataman, kovush ko'rsat. Masalan, kovush mana oldingiz ko'tarasiz, bemalol gaz bossangiz yana tezroq ko'taradi. Olib kelasiz, qo'yasiz. Yana tushirasiz, yana kerakli narsangizni olasiz. Kakras quygan paytida ham bitta narsani aytmadim. Bundoq ko'tarasiz va vibratorni bosasiz. Mana. Agar eshitilayotgan bo'lsa sizlarga, eshitiladi deb umid qilaman. Keyin olgandan keyin smishat qilasiz. Bochkani aylantirasiz. Ketdi mana. Bochka aylanyapti. Например, mana bosib qo'ydingiz, mana qo'lim ko'rinmayaptimi? Ko'rinyaptimi qo'lim? Mana o'zi aylantirib turadi avtomatik. Endi eskilarda ham bor edi bu narsa. Xo'p, shu aylantirayotganda bemalol keyin buni to'xta. Kovush ko'tarib qo'yib, buni bemalol ko'tarsangiz bo'ladi. Mana barabarni aylantirib qo'yibsiz, например, ichida aralashyapti. Tayyor bo'ldi deylik. Smes tayyor bo'ldi deylik. Nima qilamiz? Mana buni ochamiz. Mana avtomatni ochamiz-da. O'sha kerakli joyiga sekin bundoq mazza qilib to'kib beramiz. Hech qanaqa bosh og'ruvsiz, cho'tki qilib hammasi joyida. Yana nima qilamiz? To'kib bo'lgandan keyin sekin yana ko'tarib obratna qo'yaveramiz. Yana nima kerak? Hamma komfort ichida joylashgan. Boshqa hech qanaqa qiladigan ishingiz yo'q. İçini tozalab, yana bitta plyusi, mana bu yerda karchiri bor, oldingidan ancha kuchli karchiri. Olasizlar-da, shlankani taqib turib, mazza qilib yuvoraverasizlar. Endi oldiga haydab ko'ramiz, texnikani. Malida visokiga qo'ydim. Kameralardan hamma narsa ko'rinib turibdi, bemalol ko'rib haydayapman. Bu anaqasini polni tushunib haydasa bo'ladi. Kameraga gazeta bir kunda o'rganib olsangiz bo'ladi, bemalol ekan. Mana hozir mana ikkinchi marta haydab ko'ryapman. Va vaqti oson ekan haydash. Ishlayotganda kovushlarni ishlatib mazza qilaman mana shunaqa. Neobычный texnikalar haydasam bor. Texnikani yurishi, qulayliklari, yumshoqligi, skorostiga urganda hamma narsasi komfortmi? Komfort, sideniya komfort, rul komfort, yana nima kerak? Displey bor, konditsioner bor, ventilyator bor, magnitofon bor. Bu magnitofondan tashqari mana bu displeyni o'zida qo'yib turib, klip qo'yib yoki bu narsa qo'yib turib, muzika qo'yib eshitib o'tirsa ham bo'ladi. Agar mana shunaqa texnika, ya'ni CarMix 2025-yil pokoleniyasi kerak bo'lsa, Zangatadan sotib olishinglar mumkin yoki Yujniy vokzalga kelib sotib olishinglar mumkin. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, komment yozinglar, bir-biringizga tarqatishni esdan chiqarmanglar, chunki agar siz orqangizdan u kim mana texnikani sotib olib pul ishlasa, значит sizlar savobga qolasizlar. Или bitta choyxona qilib beradilar hojaga o'zlaridan. Batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar, narxi bo'yicha hammasini aytib tushuntirib berishadi. Qanaqa sotib olish mumkinligini, lizing, kredit yoki 100% ga sotib olishinglar mumkin. Video yoqqan bo'lsa, o'sha gap like bosishni esdan chiqarmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.